qimmat brilliantlarni oldim. Eng qimmat buketni tayyorladim. Soat 12 kechqurun uyga keldim. Kirmay turibman. Bitta narsani aytib bermoqchiman. Hamma kabi bizning ham yoshligimizda juda katta qiyinchiliklar bo'lgan. Hammomimiz yo'q edi. Uyda bizning onam eshiklarni qulflab, koridorda tashnab bor edi. Mana polni ko'tarasizlar. Shu yoqda bizning onam cho'miltirgan. Uyimiz juda kichik bo'lgan, hammamiz shu yoqda yashaganimizda onam juda ko'p yig'lardilar, juda ko'p duo qilardilar. Onani sabrini men o'sha vaqt ko'rganman, ayol kishining sabrini. Onam juda ko'p qiyinchilik ko'rganlar. Men hatto ayolimga aytaman, "Sen onamdek qiyinchilik ko'rmagansan" deyman. O'sha uchun men hozirgi yoshlarga aytaman-da, onalaringizni qadrlanglar. Onalaringizga bor-budlaringizni beringlar. Sevgi boshqa deb qizlarga yurmanglar. Sevgi bu dunyoda bo'lsa, unga faqat ona loyiq. Men 8-martni nishonlamayman. Men onani xursand qilish uchun qanaqadir kunni kutish kerak deb umuman o'ylamayman. Bugun yana men onamga o'sha magazindan, do'kondan eng qimmat brilliantlarni oldim. Eng qimmat buketni tayyorladim onam uchun. Bugun shu narsalarni onamga bermoqchiman, yana xursand qilmoqchiman. Onamni ko'zidagi, yuzidagi kulgusi uchun men любой narsaga tayyorman. Любой narsaga boraman. O'sha uchun onalaringizni qadrlanglar, hozir beramiz birgalikda. Kalomi sharifda dedi Xudoyim, ota-onang rizo shunda rizoyim. Hayotda hamisha Rasuli akram, ota-onalarni tutib mukarram. Bo'lsang sen agar jannat qasdida, jannat seni onangni oyog'i ostida. Oxir bu so'zni tagiga yetarsan, avvalo onangni rozi etarsan.